Assalomu alaykum hammaga, hurmatli Shavot Avto kanali obunachilari. Bugun Xorazm mashina bozoridamiz do'stlar. Egalardan Captiva gapti, bilasizlar, bozor to'g'ri Captiva, lekin hammasi olib sotarlar. Egalardan bo'lgani uchun sizlar tushib turibman. Kia'ni zo'r diskasidan qo'yilgan ekan, balon holatlari zo'r. Bu Captiva 4 do'stlar. Chisti Captiva 4 bo'ladi, lekin 3 motor bo'lib chiqqan bo'ladi bu. Tak, hozir 110 ming kilometr yurgan ekan, holati zo'r. Qo'shalar ham zo'r tutdi, yirtilib ketmagan. Metan gazlari bor. Holati zo'r. Bemalol pramo egalarda tutdi, telefonlashib olishingiz mumkin. Arka bagaj qismidan ham 2 dan 65 lik metan gaz и uning apparaturalar yig'ilgan ekan. 2 dona Kenwood kolonka, Kenwooddan bufer, yana metan gazi. Xullas, tayyor avtomobil ekan bu. Kraskalari radnoy. Bemalol egadan telefonlashib olaverasizlar. 195 million so'm beramiz deydi. 195 million so'm bo'lsa beramiz deydi. Chisti Captiva 4 holati zo'r. Pastda nomer qoldiraman, pryamoy egan nomeri telefonlashib olsangiz bo'ladi. Like bosib videoni Captiva izlaganlarga tashakkur qilamiz. Kraskasi radnoy. Navbatdagi Captivamiz do'stlar. Bu ham egalardan kelib turibdi. 2018 yilda ishlab chiqarilgan oq svet izlaganlar uchun bo'ladi. 2.4 bo'ladi. Holati zo'r. Probegini hozir ko'rsataman. Yana 119 ming yurgan ekan bu. 2018 119 ming yurgan. Holati zo'r. 18-yil. Hozir motor qismini ham ko'rsataman. 2.4 bo'ladi bu. Balonlari zo'r. Zo'r holatda turibdi balonlari. 2.4 benzinda ekan bu. Holati zo'r. Mana kraskasi eshigida bor ekan. 5 polni sapilgan ekan, 5ni hozirroq kusok o'tgan ekan. Narxi do'stlar 200 million so'm aytilib turibdi. Kelishib beriladi. 7 mesta. Holati zo'r. Tekshirtirib olaverasizlar yana. Oq svet izlaganlar uchun bu do'stlar. Egani nomerini pastga qo'yaman, telefonlashib olaverasizlar. Nomerini aytib bering. 99 dan 263 88 18. Bitarincha so'mmi? Bitar 90 nashta beraman. 90 nashsang, 90 ni o'zidan berasiz, naqd bo'lsa. Naqd bo'lsa kerak. Naqd bo'lsa 2018 190 million so'm beraman dedi naqdda. Telefonlashib olaverasizlar. Navbatdagi Captivamiz 2013 edi bu, Sardar. 2013-yil kraskasi. Kraskasi radnoy, qancha yurdi? 123 ming yurgan. Kraskasi radnoy, pulini 158 benzinda bu. Telefon nomer 99 267 1962 yana. Pramo egalardan qora svet 4 balon paket. Mashin tak yurgan probegini ko'ramiz. 123 ming yurgan. 158 million so'm aytilib turibdi. Ustida kelishib beriladi. Chexol, polik hamma narsasi bor ekan. Даже nilinumlarnacha bor ekan buni. Bilasizlar, ko'p Captivada ko'p emas, даже Captivada men ko'rmaganman nilinum tashlangan mashinani. Bunda bor ekan. Monitorlar qo'yilgan, lyuk bor. Xullas, bilasizlar, Captivani eng fulli 4x4. Holati zo'r. Bemalol telefonlashib olsangiz bo'ladi. Nomerini aytib berdik. Videoni boshida yana balonlar paket ekan. Kraskasi yo'q, qora svet. Zo'r narx bor, kelishib beradi ustunda, pramo egadan. Like bosamiz, videoni tarqatib tashlaymiz. Navbatdagi Captivamiz 2015-yil, kraskasi radnoy, 2 dan 65 lik metan gaz ham bor. Tonirovka ruxsatnomalar ham bor. Polni full pozitsiyada do'stlar bor. 3 lik motor, 4 avoda bo'ladi, 4x4 bo'ladi. Holati zo'r, kraskalari radnoy. 1 gram aybi yo'q. Lyuklari bor. Yurgan ham 176 ming kilometr yurgan, chisti uzun yurgani. Probegini kraskasini tekshirtirib olaverasizlar. Balonlar ham zo'r holatda turibdi. Xullas, tayyor avtomobil, 2 dan 65 lik metan gaz ham bor. Pryamoy telefon orasida 90 dan 558
62 12. Yani, tayinlovkalari bor. Doğru to'ya chiqib ketaverasizlar. Holati zo'r. Like bosamiz do'stlar, videoni tarqatib tashlaymiz. Xorazm mashina bozori 9 noyabr.